Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim, yangi kuzatuvchilarim. Bugungi 5 ta fakt loyihamizda Equinox mashinasi haqida ko'rib chiqamiz. Marhamat ko'ringlar. Equinox tarixi 2004-yildan boshlanadi. Amerikada taqdimoti qilingan, asosan katta hajmda Kanada davlatida ishlab chiqarilgan GM va Suzuki zavodida. O'zbekistonda Equinox mashinasi 1-marta 25-dekabr 2019-yilda namoyish etilgan. Bu avtomobil Xitoydan import qilingan. 2020-yil may oyida ushbu model birinchi mijozga topshirilgan O'zbekistonda. Equinox 1 modelining texnik tafsilotlari: dvigatel hajmi 2 litr turbina, 250 ot kuchiga teng, 9 pog'onalik avtomatik uzatma bilan jihozlangan, 0 dan 100 gacha tezlanishi 7,5 sekund. Equinox 2021-yilda restyling bo'lib chiqqan. Tashqi ko'rinishida o'zgarishlari bor, old oblitsovka, faralar va orqa fara va ko'p qo'shimcha funksiyalar qo'shilgan. Mashinaning uzunligi 4 metr 64 sm, balandligi 1 metr 68 sm, kengligi 1 metr 84 sm. 2022-yildan boshlab restyling modeliga qo'shimcha sifatida dvigateliga gibrid tizimi qo'yilishi boshlangan. Bu mashinaning tezlashida ortiqcha kuchini yo'qotishini oldini oladi va oldingi versiyalarga qaraganda yarim sekundga tezroq tezlashadi.